Bilmey kaldım ғой. Yok, men bilmeyim, bari chet ellik deydi, bari kecha bir kishi, ulkan kishi bor. Söylemey oturum sağan deydi ғой, sen chet ellikmi deb söylemey oturum deb qo'yadi ғой. Ana birovlarning Men de batılına ne kirib aytarım qolsam da bilmiyorum. сөйтеді. Ana Men de ne aytarım bilmey kaldım ғой. Siz ana en birinchi chashingizdan прическаңызға qaраdim. Odan keyin ochkiga qaradim ғой. Voy, rahmat. Ochki o'zimizniki ili effektmi? Ikkovi ikki turli, jartisiq. Svetnoy. Bari сөйтеді, bilmayman. Yerida. Saduxanam qalaysiz? Sadu akaga rahmat, Alloh razı bo'lsin. Ko'p jasasiz. Rahmat sizlar. Dostlar, burada o'tiramiz. Ah, delfin deganga men o'ladim, qiz bola kelachar deb. Sadu akaga rahmat, Alloh razı bo'lsin. Ko'p jasasiz aka. Ikkinchi akkauntim bor, Ag'a Kola degan. Sizga Ag'a Kola. Papa. Ag'a Kola var. Ikkinchi akkaunt. Bu birinchi akkaunt, bu ikkinchi akkauntim. Aq delfin maqan menda друзьямda bor ekan aq delfin. Iya, bu подписка ekamiz ғой bir-birimizga. Rahmat, Sandu akaga rahmat, Alloh razı bo'lsin. Qayoqdan bo'ldingiz? Aq delfin. Almaty ғой. Men Almatyman. Almatyning qaysi? Alatau. Yaxshi ekan. Niye aq delfin? Buna tarixi sal ajibdir. Bir kuni men aq almuti deb yozgan ғой. Arab tilinden audarılganda özüm esim çıkarttı. Arapça yazgan ғой, aq almuti deb de. Hiç kim ayta almaydı, tili kelmeydi de. Sizin adınız sonda aq amri mi? Bir kişiler aytты, белый deb qo'y dedi. Aq debdi, endi белый. Белый deb olsa kelib qoladi, ya. Белый deb yurdim. Сөйтсем, siz белый levsizmi deydi de birovlar kel. Bir белый lev degan donator kisi bor ekan. Sol sizba deb beradi. Almat men o'ynab o'tirgancha-midi? Aytayın. Белый deb sizba deb beradi, белый deganga. Yo'q, men просто белыймын deyim ғой. Odan keyin ideya keldi de Akula deb qo'ydim ғой keyin. Bunani aq delfin deb qo'y. Qaz kutyapmiz ya, siz chiqib ketmaysiz, men ana bir zvondab o'tir ekan, ko'rib olayin ya.